Avvalambor rishtonimizga qadam ranjida qilib kelib turgan mehmonlar hammalaring xush kelibsizlar. Sizlar uchun assalomu alaykum. Bugun sizlarga rishtonimizga kelib turgan mehmonlar Rishton hududidan yaxshi bir mehmonxona topish iloji bormi deb ko'plab mijozlarimiz telefon qilib o'zimizdan so'rashadi. Mana sizlar uchun Rishtonimiz Nomiradin choyxonani oldida joylashgan Malika Hoteldamiz. Ya'ni yaxshi mehmonxonaga kelganmiz. Ichki ko'rinishlari bilan birgalikda tanishib chiqamiz. To'liq ma'lumotni berib boramiz. Do'stlar, mana mehmonxonamizning ichki ko'rinish variantlari. Assalomu alaykum. Dadaxon ukamiz bizga hangi xonalarni tanishtirishda yaqindan yordam berishadi. Qani Dadaxon bizga mehmonlarimiz uchun, kelib ko'ruvchi podpischilarimiz uchun xonalarni tanishtirib boring. Do'stlar, kuzatuvchilar, e'tibor beramiz, kirishim bilan yuzimga iliq, issiq havo urilib turibdi. Issiq, yaxshi, puli arzon, premium kачестводagi mehmonxona qidirganlar mana sizlar uchun to'liq ma'lumotlarni berib boryapmiz. Bu yer necha kishilik xona, Dadaxon? Bir kishilik xona. Xo'p, qadrdonlar, konditsionerlar bor ekan, garderoblar va xolodilniklar bor ekan. Mana bu yerda yaxshi sanuzelari bor ekan. Rishtonimizdan yaxshi, arzonchiroq va premium ko'rinishidagi ertaga bitta mehmonimni olib kelganimda xijolat bo'lib qolmayman deydigan mehmonxona qidirganlar uchun bu yer necha kishilik, Dadaxon? 2 kishilik xonamiz. Aha. Katta zalga o'xshaydi. Bemalol Aha. 2 kishi bemalol o'tirib, nonushta ovqatlanish nimalarini qilsa bo'laveradi. Televizorlari bor, xolodilniklari bor, konditsionerlari bor ekan. Bu yerda ham sanuzelni bitta ko'rsatib ketamiz. Xo'p. Eng yaxshisi umuman hid yo'q ekan. Musaffoligini aytmaysiz bu yerda. 4 kishilik xonangiz ham bormi, Dadaxon? bor ekan. Bor bitta. Hozir 1 kishilik xonalarimiz necha puldan? Xo'p, do'stlar, 1 kishilik xonalar narxi 250 ming, 2 kishilikchi. Dadaxon, bu 2 kishilik xonamizning narxi necha pul? 300 ming 2 kishilik bombalar. Zo'r narx. Va, do'stlar, e'tibor beramiz. 1 kishilik xona 250 ming, 2 kishi bo'lsangiz 300 ming so'm ekan. Narxlar juda ham ajoyib. Shuncha sarf chiqimga yarasha narxlar super arzon desa ham bo'laveradigan. Rishtonimizga mehmon chaqirayotganlar, mana sizlar uchun ushbu manfaatli videomiz. Do'stlar, bu yer 4 kishiga mo'ljallangan premium xonalari ekan. Bu yerda ham xuddi o'sha aytgandek televizorlari, mehmonlar o'tirishligi uchun yaxshi ugaloglari, bu yerda esa 2 kishi 2 kishidan ajratib qo'ygan spalnilari. Tepalar звёздный neba, sanuzellari. Rishtonimizga mehmon chaqiraman degan Rishtonlik akalarimizga mana shunday mehmonxonalarni tavsiya qilib qolamiz. Bemalol mehmonlaringni olib, madaniy hordiq olib ketishinglar mumkin. Bu yerda narxi necha pul, Dadaxon? 500 ming. Hurmatli kuzatuvchilar, mana ushbu 4 kishilik xonadonimiz 500 ming so'm ekan. Bu yer 6 kishiga mo'ljallangan xonalari ekan. Ko'rishinglar mumkin. Mana bunday sizni Yevropa uslubidagi oynalar bilan, Yevropa uslubida dizaynlar bilan qilib qo'yishgan ekan. Bu yerda ham xuddi shunaqa konditsionerlar, garderob, idish-tovoqlar, bu narsa o'zi olib bir nima qilaman deydigan taom, o'zi bir taom qilaman, o'zi bir narsa qilaman, bir hafta 10 kun yashayman desa, mana xolodilniklari, mana bunday kichkinagina kuxnyalari bor ekan. Dadaxon, bu 6 kishilik xonamiz necha pul? Yaxshi narxda 600 ming. Rahmat sizga. Ushbu 6 kishilik xonadonimiz, hurmatli kuzatuvchilar, 600 ming so'mdan ekan. Rishtonimizdan qayerda yaxshi mehmonxona bor deb qidirib yurganlar, tepa yuqorilariga e'tibor beringlar. Zo'r dizayn qilib bezatib qo'yishgan ekan. Mana sizlar uchun Nomiradin choyxonada joylashgan Malika Hotel, ya'ni Malika mehmonxonasini sizlarga obzor qilib berdik. Do'stlar, ushbu mehmonxonamiz yoqqan bo'lsa, yana ham to'liqroq ma'lumot olish uchun pastda raqamlarni qoldiryapmiz. O'zingizlar aloqaga chiqsalaring, yana ham bizdan ko'ra to'liqroq ma'lumotni shu yerda xodimlari sizga berishadi va masofadan turib
joy band qilaman desangiz ham pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaveringlar. Mana shunday joylarni qurib bizni xalqimizga ishlashlik, faoliyat yuritishlik uchun topshirgan akalarimizga rahmat aytib, ularning mehnatini qadrlagan holatda bitta like bosishni unutmaymiz. Bizlar yurtimizga, Rishtonimizga kelayotgan mehmonlar hammalaring xush kelibsizlar deymiz.